Dadasi? Biza uyda obim budjet qildik. Ha, nima? Shu oilaviy budjetni taqsimlash uchun. Keyinchi? Xalq menga ovoz berdi iPhone olishim uchun. Qani? Ovoz berganlar? Diyora, Nozanin tushunarli. Konfetga aldangan. Men Muhammad Ali. Bu gapirishni ham bilmay, qanday ovoz berdi bu? Berdi-da dadasi. Ya, bunga kiritilmagan, bog'cha puli kiritilmagan, ro'zg'or puli kiritilmagan, sumsikka o'xshab Euro House'da ikkita kvartira olib olgansiz. Uni kim pulini beradi? Agar qarz chiqsangiz internetga chiqarib yuboraman sizni. Nima deb? Budjetdan pul ajratmaysiz. Yana o'zingiz bilan chiqaring. Ey, unaqa qilmaylar.